Yahudilarning Nikodim ismlik bir kengashma kotibi ishi bor edi. Farishtadan bo'lgan bu odam bir kechasi Hazrati Aysoning oldiga kelib, "Taqsir, sizning Xudo avatgan bir ustoz ekanligingizni bilamiz. Chunki Xudo bilan birga bo'lmagan odam siz ko'rsatgan bu karomat va mo'jizalarni qat'iy ko'rsatmaydi", dedi. Hazrati Ayso, "Bilib qo'yingki, hech kim qoidadan to'ralmaguncha Xudoning podshohligini ko'rolmaydi", dedi. Nikodim, yoshinib qolgan odam qandoqmi qoidadan to'ralsin? Onasining qo'sig'iga kirib, qayta to'rilishi mumkinmi? deb so'radi. Hazrati Ayso bundoq javob berdi. "Bilib qo'yingki, ham sudin, ham Xudoning ro'yidan to'ralmaguncha hech kim Xudoning podshohligiga kirolmaydi. Ota-onasidan to'ralganlar jismoniy hayotlikqa ega bo'ladi. Biroq Xudoning ro'yidan to'ralganlar ruhiy hayotlikqa ega bo'ladi. Sizga qoidadan to'rilishinglar kerak desam, hayron bo'lmang. Shamol xohlagan yerida chiqadi. Siz uning ovozini anglaysiz, lekin qayerdan kelib, qayerga ketganligini bilolmaysiz. Shuningga o'xshash, Xudoning ruhining kishilarga qanday qilib hayotlik ato qilganligini bilolmaysiz." Nikodim Hazrati Aysodan, "Bu ish qandoqmi mumkin bo'la?" deb so'radi. Hazrati Ayso uningga bundoq dedi: "Siz Isroillarning muhim ustozi turuqliq, bunimi tushunmamsiz? Bilib qo'yingki, biz bildig'inimizni va ko'rganimizni aytsaqmi, sizlar yanala bizning guvohligimizni qabul qilmayapsizlar. Sizlarga bu dunyo to'g'risidagi ishlarni aytsam, ishonmagan yerda arish to'g'risidagi ishlarni aytsam, qandoqmi ishonisizlar? Hech kim arishdagi ishlarning qandoq ekanligini bilmaydi. Chunki hech kim arishdan tushgan emas. Lekin inson o'g'li bularni biladi. Chunki u arishdan tushgan. Toshdan yasalgan yilon Musa payg'ambar tarafidan cho'lda o'layotganlarni qutuldirishi uchun limda egiz ko'tarilgandek, inson o'g'li bo'lgan menmi shundoq egiz ko'tarilishim kerak. Shundoq bo'lganda, menga e'tiqod qilganlarning hammasi mangulik hayotga erishalaydi. Chunki Xudo dunyodagi insonlarni shu qadar suydiki, o'zining birdan-bir yagona o'g'liga e'tiqod qilgan har bir kishi halok bo'lmay, mangulik hayotga erishishi uchun uni qurbon bo'lishga avatib berdi. Xudo o'g'lini dunyodagi insonlarni so'roqqa tortishga emas, balki ularni qutqizishga avatdi. Uningga e'tiqod qilganlar so'roqqa tortilmaydi. E'tiqod qilmaganlar bo'lsa, allburun so'roqqa tortilgan bo'ladi. Chunki ular Xudoning yakki yagona o'g'liga e'tiqod qilmagan edi. Ular doim yomonlik qilg'ashqa, haqiqiy nur dunyoga kelgan bo'lsa-mu, ular bu nurni emas, zulmatni yaxshi ko'rdi. Shunga ular jazoga tortildi. Kim yomonlik qilsa, nurga o'ch bo'ladi. Va qilgan atganlarim oshkor bo'lib qolmasin deb nurdan qochidi. Lekin kim haqiqat bo'yicha ish qilsa, ishlarimni Xudoga tayinib qolganligim ma'lum bo'lsin deb nurga yaqin keladi.